Assalomu alaykum. Xudo xolasa Italiyadan Fransiyaga harakat qilib biz o'tib ketishga. Kecha Fransiyada zapret edi. 14-may qanaqa bir bayram ekan, o'ylarga zapret. Italiyada qoldik. Endi hozir Xudo xolasa avtomashinani ochib yo'lga chiqdik. Frejus tunneldan o'tib Italiyadan Fransiyaga o'tib ketamiz inshaalloh. O yuqorida tog'lar, hali qor bor. Telefonda joy yaxshi ko'rinmaydi ekan-da baribir. Doğrusu yükümüz Belgiye'ye ketyapti inşallah. Dushanba kuni tushiramiz. 1000 kilometr yo'l yuramiz. Yana 1030 kilometr qoldi. Fransiyaning Lille shahridan Belgiyaga o'tib ketamiz. Qog'oz yuklandim. Batumda ekanlik katta list. 9,5 tonna. Eski pоворotlar turib to'xtab qolsa, hech be'tibor bo'lmasa solatni orqasiga borib Alloh saqlasin. To'y pоворotlardan bittasi yonbosh o'tib ketdi. Nima ekan? Probka. Hamma zapretdan keyin yurganiga menimcha probka bo'lib ketdi shekilli. Bu yoqqa bir kamida 3-4 kilometr probka tunnelga. Alloh. Yaqinlashtirib ko'rsatayim tog'lar. Ash tog'larda kirib ketamiz. Yotib pagodani ko'ray deb ko'rsam -2 qor ko'rsatyapti. Ya bo'lishi mumkin emas deb tashqari qaradim. Havo yaxshi. Keyin o'yladim biz tog'daligimiz uchun tog'da o tepalarda qor yog'ibdi shekilli. Shuni ko'rsatyapti shekilli, uyim ma'qul.